Diqqat, Munisa Rizayeva haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mashhur xonanda Munisa Rizayeva Setora guruhi konsertida kutilmagan chiqish qilib, tomoshabinlarga yorqin lahzalar taqdim etdi. Bu haqida xonandaning ijtimoiy tarmoqlarda joylagan videolardan ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, konsert davomida Munisa Rizayeva sahnaga chiqib, Setora guruhi bilan Kechir meni nomli qo'shiqni duet tarzida ijro etgan. Ushbu chiqish tomoshabinlar uchun haqiqiy syurpriz bo'lib, zalda yig'ilgan muxlislar tomonidan katta olqishlar bilan qarshi olingan. Kutilmagan duet konsertning eng esda qolarli lahzalaridan biriga aylandi. Ijro davomida tomoshabinlar qo'shiqni xonandalar bilan birga kuylab, sahnada yuzaga kelgan iliq muhitni yanada kuchaytirdi. Shuningdek, Munisa Rizayevaning sahnadagi obraziga ham alohida e'tibor qaratildi. Xonanda ushbu konsert uchun klassik uslubdagi qora va oq ranglar uyg'unligidagi libosni tanlagan. Nafis va ixcham ko'rinish muxlislar tomonidan ijobiy baholandi deyilgan xabarda.